Davlat xaridlari qanday amalga oshiriladi? Tovar va xizmatlar uchun davlat xaridlari bir necha usulda amalga oshirilishi mumkin. Muayyan qiymatdan past bo'lgan shartnomalar yoki xaridlar uchun bir necha kamroq rasmiy talablar mavjud. Ushbu qiymatdan yuqori bo'lgan xaridlar esa rasmiy tenderlar jarayoni orqali e'lon qilinadi. Bu Elektron Tenders platformasida amalga oshiriladi. Agar biror tovar yoki xizmatga takroriy ehtiyoj bo'lsa, lekin aniq miqdori noma'lum bo'lsa, framework tuziladi. Bu bir yoki bir necha yetkazib beruvchilar bilan tuziladigan umumiy kelishuv hisoblanadi va ular talabga javob beradigan keng ko'lamli tavsiflarga mos kelishi kerak. Frameworkni tashkil etish uchun xarid jarayoni o'tkaziladi. Yetkazib beruvchilar unda ishtirok etib, frameworkga qo'shilish uchun raqobatlashadi. Agar yutib chiqishsa, ular framework a'zolariga aylanishadi. Frameworklar ularning tuzilishiga qarab turli xil drawdown mexanizmlariga ega bo'lishi mumkin. Drawdown mexanizmi bu framework mijozlari va framework a'zolari o'rtasida tovar va xizmatlar uchun qanday qilib shartnoma tuzilishini anglatadi. Ba'zi frameworklar to'g'ridan-to'g'ri drawdown imkoniyati bilan ishlab chiqiladi. Bu odatda bitta yetkazib beruvchidan iborat framework bo'lib, bunda mijoz tayinlangan yetkazib beruvchi bilan hisob ochadi va shartnoma muddati davomida zarur bo'lgan paytda xarid qiladi. Boshqa frameworklar esa mini tenderlar, ya'ni qo'shimcha tanlovlar orqali ishlaydi. Unda framework a'zolari ichida tanlov o'tkaziladi va shartnoma beriladi. Framework tuzilgandan keyin faqat framework a'zolari xarid uchun taklif berishga jalb qilinadi. Tender javoblari odatda sodda bo'ladi, ma'lumotlar takrorlanmaydi va tanlov natijalari qisqaroq vaqt ichida aniqlanadi. Xarid shartnomalari bir nechta lotlarga bo'linishi mumkin. Masalan, geografik joylashuv bo'yicha ma'lum bir hudud bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ixtisoslashuv, masalan, yuridik xizmatlar yoki qiymat, yuqori yoki past qiymat bo'lishi mumkin. Lotlar tizimi kichik biznes vakillari ham bu xaridlarda ishtirok eta olishini ta'minlash maqsadida joriy etilgan. Shuningdek, yetkazib beruvchilar konsorsium tuzish orqali birgalikda taklif berishlari mumkin. Bu ular shartnoma talablariga individual ravishda javob bera olmasa-da, birga qatnashish imkonini beradi.